Har kuni kazino streamlarini ko'rasiz, undan bunga o'tasiz. Shunaqa yutishga siz rostdan ham hozir ishonasizmi? Lekin bunaqa bo'lmasa-chi? Bugun men sizlarga kazino streamerlar haqida yashirin tomonlarini gapirib beraman. Videoni qaytadan ko'rmaslik uchun diqqat bilan tomosha qiling. Kazino bilan shartnoma. Ko'pchilik streamerlar kazinolar bilan shartnoma tuzishadi va stream davomida kazinolarning nomini reklama qilish orqali ular bepul balans yoki ko'plab imkoniyatlarga ega bo'lishi mumkin. Xullas, kazino streamerlari yutkazishmaydi. Yutkazganda ham cho'ntagida pulini yutkazishmaydi. Maxsus VIP imkoniyat. Oddiy o'yinchilardan farqli o'laroq, kazino streamerlari uchun alohida imtiyozlar mavjud. Masalan, yutkazgan pullarining ma'lum qismini qaytarib olishi mumkin yoki ular uchun akkaunti yutish ehtimoli yanada oshiqroq bo'ladi. Bu esa tomoshabinlarga men ham shunaqa yuta olaman degan xayolni beradi, yolg'on umidni beradi. Sizlar ishongan kazino streamerlar doim odamlarni jalb qilish uchun katta yutuqlari bilan bo'lishishadi. Asl haqiqat shuki, sizga o'xshagan tomoshabinlar faqat yutkazishadi. Ularning maqsadi ham shu. Shuning orqasidan ular komissiya oladi. Demak, kazino streamerlari siz bilgandan unchalik omadli emas ekan. Ular tizim tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Xuddi ota bolani qo'llab-quvvatlaganidek. O'z pullaringizni kazinoda boy bermang. Kazino hech qachon yutkazmaydi. Unutmanglar, qimor ahmoq emas.